Assalomu alaykum futbol ishqibozlari, futbol jozibasi kanaliga xush kelibsiz. Sizga bugun dunyoda sodir bo'layotgan eng so'nggi futbol yangiliklarimizni yetkazib o'tamiz. Shunday ekan, videomizni ko'p yozib o'tirmay boshladik. La Liga 6-turdan o'rin olgan Real Madrid Mallorca bahsi yakuniga yetdi. Ancelotti shogirdlari mazkur o'yinda raqibdan 6-1 hisobida ustun keldi. Qaymoq ranglar safida Asensio hat-trick amalga oshirdi. Benzema esa dublni rasmiylashtirdi. Shuningdek, Isco ham o'yin yakuniga yaqin o'z nomiga tanlovga yozdirib qo'ydi. Mehmonlar tarkibida yagona gol muallifi Inli bo'ldi. Yirik hisobda g'alabadan qozonilgan Qirollik klubi o'z ochkolar sonini 16 taga yetkazib qo'ydi va Atletikoni quvib o'tdi. Mallorca hozircha 6 ta ochko bor. Ular turnir jadvali markazidan joy olgan. Ajax hujumchisi David Neres Londonning Arsenal klubi qiziqishlar doirasiga tushgan. Bu haqda The Features nashri xabar beradi. Manbaning ta'kidlashicha, braziliyalik futbolchi APLga o'tishga rozi bo'lgan. Ajax o'z futbolchisi uchun 20 million yevro miqdorida tovon puli talab qilishi kutilmoqda. Neresning Amsterdam klubi bilan tuzgan shartnomasi 2023-yilning yozigacha mo'ljallangan. Ma'lumot uchun yangi mavsum bahsida Gollandiya chempionatida Neres 5 ta o'yin o'tkazib, ularda 2 ta gol urgan va bitta assist qayd etgan. Real Sociedadning hujumkor yarim himoyachisi Mikel Oyarzabal APLning amaldagi chempioni Manchester City qiziqishlar doirasiga tushdi. Bu haqda Britaniya ma'lumoti xabar bermoqda. La Liga yangi mavsum boshida Oyarzabal 5 ta o'yin o'tkazib, 4 ta gol urdi. Qolaversa, Mikelning Ispan klub jamoasi bilan tuzgan shartnomasi 2024-yilning yozigacha amal qiladi. Futbolchining kutilayotgan transfer summasi 70 million yevro. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklar shundan iborat. Video yoqqan bo'lsa like bosing va kanalga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.